Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Shkaturka jarayonlariga stechkalar chorniy stechka qilingan ekan avval. Mana shu xonamizni, ya'ni 3 ta xona pattarashka qish tuxumidan terilgan. Atlas tashlab keyin ko'rsatamiz qanday yeyishini. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bu 6 gradli xona ekan. Uzunligi ham 7 ga 3,5 bor. Pomay. Tag pataloylar bo'lmagan. Shkaturka narxlariga keladigan bo'lsak, podjilka 35 ming 40 ming atrofida bo'lyapti hozir. Danli momentda. Xonalarimizni tushirib ko'rsatamiz. Xonalarimiz ham mana. Ham shu, bunisi zal. Baniya bo'ladi bu. Bunisi koridor. Bu spalniy. Mehmonxona. Bu ham 6 gradli 3 taraqqi qilingan xonamiz. Bu joydagi yog'ochchalar ko'chadan kalondan qo'yilgan, shuning uchun qotirilgan ekan. Olib tashlaymiz bularni. Bu ham 6 gradlik katta zalimiz. Bir xil ikkita qumimizni kiritib oldik ichkariga elab. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, erta azonda ishni boshlaymiz azizlar. Atlaslarni tashlab, klyonkalarni qotirib, nasib bo'lsa. Kanalimizda yangi bo'lganlar a'zo bo'lishni unutmang. Bizni kuzatib boradigan obunachilarimizga kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Yangi videolar chiqarib boramiz kun davomida.